Xonadon egalariga 39 million so'mga tushdi. Qo'li sevib ketganda tok urishi mumkin. O'rtacha 60 sotishi shart. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Mag'lon shahrida 10 kilovatli quyosh panellari o'rnatib berdik. Bu yerda Longi Haymoexon panellari va D invertorini qo'shib 10 kilovatligimiz xonadon egalariga 39 million so'mga tushdi. Bo'lsa ham bo'ladi. Bu yerda Haymoexon panellar ishlatganmiz. Karkasimiz profil va ugoylardan qilib ularni обязательный krasiya qilib berganmiz, zanglab ketmasligi uchun. Bu 6li simimiz, zazimlina simi. Quyosh paneli o'rnatayotgan bo'lsalaring, albatta zazimlina qildiringlar, chunki agar kelgan ustalar zazimlina qilmasdan ketib yuborgan bo'lsa, buni korpusi va invertorning korpusida tok hosil bo'lib qolishi mumkin. O'zingiz yuvayotganda yoki bironta qo'li sevib ketganda tok urishi mumkin. Ehtiyotni qilib, shunga zazimlina обязательно qoqish kerak. Buni qatirash davomida biz alyuminiy krepinalarni ishlatganmiz. Alyuminiy krepinalarimiz bular duralumin uzoq yillar xizmat qiladi. Xudo xolasa, hozirda shu ko'rinishda qilib berdik. Agar ko'rayotgan bo'lsa ham bu qiyshayibroq turibdi tomga nisbatan. Chunki tomimiz janubga qaramagan ekan. Buni hozir janubga burib berganmiz. Janubga burishning sababimiz janubga qaraganda panellarimiz janubga qaraganda kun davomida quyosh ko'p vaqt tushib turadi. Va gradus 35 gradusda bo'lgan optimal o'rtasi, ya'ni qishki yozgi hamma sezonlarimizda shu 35 gradusimiz yaxshi olib beradi. Undan ko'paytirib yuborsangiz qishki bo'lib qoladi, undan kamaytirib yuborsangiz yozgi bo'lib qoladi. Bu eng o'rtasi, eng optimali qilib berganmiz. Mana invertorimizni oldiga tushib oldik. 10 kilovatlik invertorimiz shiti. Hop, endi bu hozir ushlab ko'rsangiz bilasizlar, qaynab ishlaydi. Bu yerda invertorni isib ketishining sababi bu tokni ichida transformatsiya ishlab ketadi. O'shaning uchun tok bu yerda qayta ishlayotganligi uchun ham qizib ketadi. Undan xotiram bilan invertorni bizni ishonchimizga kirgan, ko'p yillardan beri, 3 yildan beri qo'yib kelamiz. Xudo xolasa, biron marta buzilib qolgan joyi yo'q. Xo'sh, demak buni рабочий gradusimiz 60 gradus. Shu bilan bilinadi. Hozir ishlab turibdi. Xo'p, demak, endi bu kengga yaqinroq. Hop, mana ko'rsalar ham bo'ladi. Yaqinroq ko'ryaptimi? Ko'ryapti? Mana ko'rsa ham bo'ladi. Mana yeday bu kunlik. Mana hali soat 2:00. Xo'sh, 225 bo'lyapti ekan. 225 da 49 kilovat sotib qo'yibdi. Mana bu общий umumiy hisobda 176 kilovat sotib qo'yibdi. Bu 3 kun degani. Ya'ni 10 kilovatli quyosh panellarimiz hozir ko'rsataman sizga. Ko'rsa bo'ladi. Mana qancha ushlab turganlari. Hozirgi masalan 2,5 da 7 kilovat ushlab turibdi. Buni eng pik payti 11,5 da. Bu 10 kilovatga qo'ygan panelingiz agar 8 kilovat ushlab turgan bo'lsa, demak u yaxshi ishlayapti. Bu yerda hozir 176 kilovat sotib qo'yibdi 3 kunda degani, bu yaxshi. O'rtacha 10 kilovatlilarimiz 60 kilovatdan sotganda bu yaxshi deyiladi. Agar kuniga hisoblaganingizda 40 sotib qo'ygan bo'lsa, quyosh yaxshi chiqmagan bo'ladi yoki qandaydir nosozlik bo'lgan yo o'chish bo'lgan bo'ladi. Shuni ko'rsa bo'ladi. O'rtacha 60 sotishi shart. Xo'p, demak, endi shu tarzda o'rnab, mana bitta ko'rsatib o'tdim. Bu shitimiz, AC tomondan avtomatimiz, DC avtomatlarimiz va chaqmoqdan himoyalarni shunday qilib chiroyli o'rnatib berganmiz. Bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kanalga obuna bo'linglar, bitta bosib qo'yinglar. Rahmat.